IELTS yoki TOEFL? IELTS javobi uzoq 2 yoki 3 kunda chiqadi va maza qilib keyin sertifikatni qo'lingizga olishingiz mumkin. TOEFL esa javobi 4 yoki 5 kunda chiqadi va asosan onlayn sertifikat olishingiz mumkin. IELTS asosiy imtihon 2 soat 45 minut davom etadi. Speakingdan tashqari speakingni o'sha kuni yoki oldin yoki keyin topshirishingiz mumkin. TOEFL IBT esa bor yo'g'i 1 soat 55 minut davom etadi, speaking ichiga qo'shilgan holatda. IELTS speaking taxminan 15 minut davom etadi va uni siz yuzma-yuz yoki bo'lmasam Zoom orqali topshirsangiz bo'ladi. Insongami? Albatta, ekzaminlarga. Introvertlar uchun TOEFL IBT qulayroq, chunki siz bor yo'g'i 6 minut davomida mikrofonga bor dardingizni to'kib chiqasiz. IELTS 0 dan 9 gacha baholanadi. TOEFL IBT esa 0 dan 120 gacha baholanadi. IELTS readingda asosan 3 ta tekst beriladi va ular o'zimiz o'qiydigan gazeta va jurnallardan olinadi. TOEFL IBTda esa reading sectioni akademik matnlardan 700 ta so'zli 2 ta matn qo'yilgan va ikkalasi 10 tadan 20 ta savoldan iborat. Xo'p, IELTS nechi pul? $210. Voy, uncha qimmat. TOEFL IBT promo kod bilan $165 topshirsangiz bo'ladi. Dastur zo'roq ekan. Qolgan farqlarni esa opsiyaga yozib qoldirdik. Shunday foydali ma'lumotlar uchun bizga obuna bo'ling va yurakcha ham bosib qo'ying.